Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu aziz va muhtaram mu'min musulmon birodarlar, aziz hamyurtlar. Biz bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mavzuyimiz qalb kasalliklaridan bo'lgan kibr haqida so'z yuritmoqchimiz. Chunki bu kasallik insonni Robbisidan uzoqlashtirib, gunohkor qilib, tubanlikka olib boradigan jirkanch bir illatdir. Alloh taolo odamni tuproqdan yaratdi va farishtalarni odamga sajda qilib ta'zim qilishlikka buyurdi. Ammo farishtalarning ichida Azozil degan farishta kibrlanib, nedirki men olovdan yaralgan bo'lsam, loydan yaralgan odamga sajda qilamanmi, ta'zim qilamanmi deb bo'yin egmadi. Va alal oqibat Alloh taoloning huzuridan haydaldi, toshbo'ron qilindi va abadul abad la'natlandi va shayton bo'ldi. Qarang azizlar, Alloh taoloning huzuridan haydalishligiga, toshbo'ron qilinishligiga va abadul abad la'natlanishligiga sabab bo'lgan illat bu kibr edi azizlar. Shuning uchun Alloh taolo bizlarni o'zini kalomida bir nechta joyda mana shu illatdan ogoh etib, bizlarni kibrlanmaslikka chaqiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la tamshi fil ardi marha innaka lan tahriqal arda va lan tablughal jibala tula kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda robbika makruha. Sadaqallohul azim. Ya'ni yer yuzida kibr havo bilan yurma. Chunki aslo yerni teshib kira olmaysan va bo'y basta tog'larga yeta olmaysan. Bularning barcha yomonlari Parvardigoringiz nazdida makruh bo'lgan gunohlardir. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarining muborak hadis shariflaridan birida la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr. Qalbida zarracha kibr bo'lgan kishi jannatga kirmaydi dedilar. Shunda bir kishi turib, "Ya Rasululloh, albatta inson kiyimi, oyoq kiyimi chiroyli bo'lishligini xohlaydi" deganida Payg'ambarimiz alayhissalom, "Albatta Alloh go'zaldir va go'zallikni yaxshi ko'radi. Albatta bu kibr haqni tan olmaslik va o'zgalarni past tutishlikdir" deb javob berdilar. Albatta mu'min musulmon kishi har jihatdan oldinda bo'lmoqligi kerak. Ammo unutmasligimiz kerakki, ana shu erishib turgan yaxshiliklarimiz bilan faxrlanishligimiz, kibrlanishligimiz bu gunohi azimdir. Bundan Alloh bizni qaytardi. Payg'ambarimiz alayhissalom qaytardilar. Payg'ambarimiz alayhissalomning ko'rsatmalariga muvofiq holatda yurmoqligimiz, turmoqligimiz, suhbatlashmoqligimiz, muomala munosabatda bo'lmoqligimiz kerakki, bu illatga chalinib qolishligimiz bilan biz halokatga uchraymiz. Hayotimizda uchrab turgan holatlardan biri shuki, sal rusumi boshqacharoq avtoulov minib olgan kishi atrofidagilarni mensimay qo'yishlik holatlari, yo'l bermasdan atrofidagilarni kamsitib, mana shunday bir holatga tushayotgan insonlarga ko'zimiz tushib qoladi. Biz mana shu suhbatimiz davomida murojaat qilib aytmoqchimizki, aziz hamyurtlar, mu'min musulmon birodarlar, Parvardigorimiz bizlarga bergan har bir narsa imtihon uchun beriladi. Molu davlat ham, martaba, lavozim, mansab ham, chiroy chimmat ham hammasi biz uchun imtihon, sinov uchun berilgandir. Bu imtihondan o'tgan insonga ulug' mukofotlar bor, ammo bu imtihondan o'ta olmagan insonga qochib qutula olmaydigan azob bor. Abdulla Avloniyning bir so'zlari yodimizga tushdi. Azozil kibr qildi, bo'ldi shayton. Takabburlik qilurmi oqil inson? Tavozu pesh qil, aslingni qil yod, vujuding hok erur ey odamizot. Ha azizlar, aslimiz bir tuproqdir. Mana shuni yodimizdan chiqarmagan holda, kibrlanmasdan, tavozi bilan, kamtarlik bilan, go'zal bir muomala munosabat bilan hayotimizni o'tkazsak, Allohning huzuriga borganimizda albatta yuzimiz yorug' bo'lib, biz uchun tayyorlab qo'yilgan ulug' mukofotlar egasi bo'lar ekanmiz. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.